birodarlar. Hozir bu qarama-qarshimi? Qarama-qarshi deb tan olingan bet, lekin men Yo'q. hozir aylanib chiqdim. Xizmat guvohnomangizni ko'rsating. Xizmat guvohnomam boshladi. Olib keling. Olib keling. Qisib o'tiraveramiz. Leytenant Tosheyev Ixtiyorjon Habibullayevich. Amal qilish muddati 2029-yil 27 Leytenant. Bo'ldi, rahmat. Xo'p, meni to'xtattirishga sabab nima edi? Tekshirishda hujjatlar tekshirishdimi? Men inspektor. Hech kim tekshirmayapti, o'shanga hayron qolyapman men. O'shanga chaqiring inspektoringizni menga. Nimaga u sizni berayotgan komandangizga u to'xtatyapti-da? Lekin men hujjatimni beray deganimda komandirga uchrayin deyapti. Shu darajada bo'lyaptimi Farg'onada deyapman. Men kimnidir prikazi bilan bo'lyapti, lekin 975-sonli qarorda 2-bob 6-bandida YPX xodimi vizual yoki maxsus moslama yordamida qoidabuzarlik aniqlaydi deyapti. Lekin bular sizni prikazingiz bilan aniqlayapti. Men hayron qolyapman. Keyingi postda berilgan qoidabuzarlik tan olinmaydi. Qaysi postda? 975 bo'yicha. Qaysi masala? Qaysi band? Uni oldiga turgan xodim tomonidan berilgan qoidabuzarlik. Yo'q, men vizual, yo'q, siz aniqladingizmi o'z qoidabuzarlikni? Qoidabuzarlik aniqlanmadi. Shubhali bo'lsa, nimaga sizlar ketib boryapsizlar hammalari? Aytdim, to'xtatib tekshirishdim. Hop, siz buyruq beryapsiz. Yo'qda tekshirmayapsiz-da, chaqiring shu xodimni. Menda hamma zapis turibdi-da. Siz yo'l harakat qoidasining 12-bandini buzib turib, transport vositasidan harakatlanayotgan vaqtda uyali aloqa vositasidan foydalanib ketyapsiz. Siz nabarat bizga o'rnak bo'lishingiz kerak. Ha, sizni videolaringiz turibdi menda. Sizda xabaringiz bormi yo'l harakat qoidalarida ba'zi transport vositalariga huquq yo'q, yo'q, unaqa demang, leytenant. Siz hozir katta xato qilyapsiz. Siz shoshma-shoshalik qilyapsiz, lekin katta xato qilyapsiz. Leytenant, maxsus transport vositalariga uyali aloqa vositasidan foydalanishga ruxsat berilmaydi. Xavfsizlik kamaridan taqmaslikka ruxsat beriladi. 1.4.327 harakat qoidalarini chetga chiqadi. Lekin kechiktirib bo'lmaydigan holatlarni bajaradi. Ha, lekin uyali aloqa vositasidan foydalanishga ruxsat berilmaydi. Rahmat sizga. Ixtiyor aka, siz